Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdah. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dah. Ve ala alihi ve ashabihi aleyhim ecma'in. Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Müslüman qarindoshlar, bugun Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның ko'rsatmalari nomli darsimizning 19. qismisi umidvor bo'lish haqida bo'ladi. Islom biz musulmonlarni baxtlik, xotirjam, dunyoda aziz yashash uchun Alloh subhanahu va taolo bizga hayot yo'limizni Qur'on va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislari bilan ko'ksitib bergan aziz birodarlar. İnsan Kur'an hadisinin yoluga to'liq amal qilsa, Kur'an hadisinin yolunu özünün hayotiga mukammal tatbiqlab yashasa, o dunyoda ham baxtlik, oxiratda ham baxtlik bo'ladi. Kur'an hadisinin yoluga amal qilishda insan özünün havoyi havisiga, shahvatiga, o'zi tushunib olgan tushunchaga tayanmasdan fakat şu Kur'an'ın ölçümü bilen yaşayan çağda insan hakiki baxtlik yaşaydı. Allah subhanahu ve taala biz insanlarını baxtlik qilish uchun ibodatni bizga belgiledi ve bizni ibodat uchun yaratdi. İbadet qilishning asosini ham Alloh taolo bizga ko'rsatib berdi. Aziz qarindoshlar, oldingi darsimizda ibodatning ikki asosi bo'lib, uning birinchi asosi ibodat qiluvchi Allohdan qo'rqib turib ibodat qilish, davomli uning vujudida, qalbida Allohdan qo'rqish, ayminish, Alloh subhanahu va taolo cheklagan ishlarni qilib soldimmi yoki qilyapam deman yoki qilib salamanmi degandek bir xil Alloh taolaning uning vujudida hukmron ekanligini his qilib yashashdan iborat bu asos bilan ibodat bo'ladi deganni bayon qilgan. Bugungi darsimizda shu ibodatning ikkinchi asosi ibodat qilguvchi Alloh taoladan qo'rqish bilan birga Allah subhanahu va taolodan umidvor bo'lish. Mana bu asas ustiga ibodat quriladi. Allohni yaxshi ko'rish, Alloh taolaga muhabbat qilish, Alloh subhanahu va taoloni chin qalbidan yaxshi ko'rish asosi bilan Allohdan umidvor bo'lish ustiga mana bu ibodat quriladi. Aziz birodarlar, o'ylab baqsaq, dunyoda insonni baxtsiz qiladigan ish davomli qo'rqish, ayminish, ansirash, xavf ichida yashash. Mana bu mu insonni davomli baxtsiz qiladi. O insondagi xotirjamlik tuyg'usi, baxt tuyg'usi, insondagi xushallik tuyg'usi mana bu insondan yo'qolib ketgan kunida insonning bu hayoti baxtsizlikka aylanadi. Agar inson davomli umidvor bo'lish bilan yashagan chaqda ham u passiv bir holga tushib qoladi, g'ururlik holatiga tushib qoladi, ishlarga sal qaraydigan ahvolga tushib qoladi, u yana mag'lub bo'ladi birodarlar. Chunki inson davomli umidvorlik bilan birga tirishish ustiga hayotini qurib chiqadi. İbadet mush asos ustida bo'ladi. Allah subhanahu va taolo bu umidvor bo'lishning ibodati qalbi haqida bizlarga deydi: "İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve câhedû fî sebîlillâh ulâike yercûne rahmetallah vallahu gafurur rahim." Hakikaten Allah subhanahu va taologa ishongan, Allah'ın razılıkını izlep,
Allah subhanahu ve ta'alanın cennetine kirişini arzu kılıp ve Rabbim Allah Teala'nın aldığı bağın çıkında yüzüm yuruk bolsun dep günah ma'siyetini taşlıgan, günah ma'siyetten kaçkan, günah ma'siyet bilen şugullanmagan, şundakla ana şu günah ma'siyet ba ziminden, tupraktan kichip chiketken, hicret kılıp chiketken, vecahadu fi sabilillah, hicret kılıp kengurchilikka chiqib bo'lgandan keyin, ozodichilikka berib bo'lgandan keyin men endi Allohga xohlagancha ibodat qila oladigan bo'ldim deb tumasdan Allohning dinini ustun qilish, izilgan musulmonlarni azod qilish, qo'ldan ketgan islomiy ziminlarni islomning tuproqlariga aylantirish va islom tuproqlarida islom dushmanlarining har xil rezilliklari, suiqastlari, düşmanliklarini yok qilish uchun uning yo'lida jihad qilgan odamlar mana bular Alloh subhanahu va taolaning rahmini umid qiladigan odamlar deb Alloh taolo bu yerda qilgan amallarga tayinib olib, qilgan amallarga ishinib, mening manda ishni qildim deb turmasdan shu amallarining qabul bo'lishini Allohdan umid qilib, savob berilishini Allohdan umid qilib, şu amel arkalık cennetki kirişni Allah'ın ümit kılıp kılgan kişilerini Allah ulaike ercûne rahmetallah. Benim şunda kişiler Allah'ın rahmetini ümit kılıdı de Allah bu yerde bayan kıldı. Demek ki ümit aziz buraderler amel bilen buludu. Allah buyurgan iş bilen buludu. Vallahu gafurun rahim. Allah günahlarını keçirim kılgıçı, rahim kılgıçı dedi. Şunun için ümit iki xil bulup, biri kılgan amelge bağlangan ümit. İnsan küçüdün yetişiçe, koludun kelişiçe, özünün imkaniyeti yar bergen haletide amel kıldı. Ve o ameliden ümit var oldu. Bu Allah Teala yaxshi ko'radigan ümit aziz birodarlar. Yana birisi Allohning rahmatiga, fazli karimiga umidvor bo'lib, Allah Teala gunohni kechirim qiladigan zot, Allah Teala mehribon zot, Allah subhanahu va taolo bandalarni azoblab nima qiladi? Voy biz Allah subhanahu va taoloning rahmatidan umidvormiz deb Allah buyurgan ishlarni qilmagan, tostan işlerden yanmagan, özünün hayatını nefsi havası boyunca sizip mangan, dini İslam'ın talebi nime, takazzası nime, bugün dini İslam mendil kandak yaşamını talep kılıdı diyenini oylamasın, o insan özü bilgence yaşayan ve bunu özününki dininin, Rabbimnin rahmetine erişidimen de ümit var bulup yaşayan, mana bu ümit varlık Allah Teala toskan ve çekilgen ümit varlık buradarlar. Şunun için çokum bir mümin Allah'a ibadet kılıdı. Kılgan ibadeti de ümit var bulup kılıdı. Müslüman devamlık Allah'tan ümit var buluşkan muhtar. İbadet kılıp durup kubul buluşunu Allah'tan ümit kılımız. Savab verişini Allah'tan ümit kılımız. Cennetke ekirişini Allah'tan ümit kılımız. Hisapның asan buluşunu Allah'tan ümit kılımız. Kıyamet günü bizden Rabbimiz Allah Teala azaptan saklışını Allah'tan ümit kılımız. Her bir yaxşı kılgan işlerimizde hem Allah Subhanahu ve Teala'nın bizden şu işimizni kubul kılış ve onun savab verişini ümit kılımız buradarlar. Devamlık ümit bilen biz dünyada Allah'a yakınlaşımız. Eğer Allah Teala bizge buyurgan işlerini kılmay, toskan işlerden yanmay, İslam boyunca yaşamay, özümüzün Müslümanın perzende boğallıkı, ya ki özümüzdeki İslam dini bilen tuğulgallıkımızını sebep durup Allah Subhanahu ve Teala'dan ümit kılsa, bu ümit Allah'ın aldığını eskatmaydı. Allah Teala deydi, leyse bi emaniyyikum
ve la amani ehlil kitab men ya'mal su'an yujza bih. Mana bu ayette bu cennetki kiriş Allah'ın diniga sadık buluş yoki haqiqiy musulmon buluş Allah'ın rahmetiga erishish bu sizlarning orzularingiz bilan ahli kitobning orzulari bilan bo'lmaydi deb Alloh bayon qildi. Demakki, aziz birodarlar, hayot arzu umid bilan, quruq arzu umid bilan, quruq xiyolli bilan, quruq davoli bilan, quruq gap so'zi bilan o güzel hayot emas. O baxtli hayot emas. Allah razı bo'ladigan hayot emas o. Çokum insan özünün imkaniyetinin yetişiçe üstüge düşken vazifelerini ada kılış, amanetlerini ada kılış, teklifatlarını ada kılış, dini mesuliyet ve mecburiyetlerini ada kılış bilen andın Allah subhanahu ve ta'aladan ümit kütse bu ümit taat ibadet aylangan Allah Teala yaxshi ko'radigan ümit bu. Allah deydi men ya'mal su'an yuzabi. Kimki yaman ishni qiladi ekan, u kishi u yaman ishning sababi bilan jazolanadi dedi. Demak, mayli u musulmon bo'lsin, musulmon bo'lmasin, qanday kishi biror yaman ish qilsa, gunoh ish qilsa, u qilgan ishi jazosiz qolmaydi, hisobsiz qolmaydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu hadiste el-keyyis men dâne nefsehu ve amile lima ba'del mevd vel-aciz men etba'a nefsehu hevaha ve temenna alallahil emani. Zirek kişi özüdün özü hisap ağan ve ölümdün kinki ikinci dünya üçün emel kılgan kişi bu zirek kişi dedi Resulullah. Aziz birodarlar, zirek adam özünün gününü, özünün saatini, özünün yılını, özünün hayatını her vakit hesap edip durdu. Ben nemiş kıldım? Dinim için nemiş kıldım? Rabbim için nemiş kıldım? Vatanım için nemiş kıldım? Aziz halkım için nemiş kıldım? Hayatımda ben nemişlerini kıttım. Rabbimning nimetlerine, Rabbimning bana kılgan atalarına nima qiptimi? Buni hisoblab turdi. Her bir berilgan narsaning cho'qim hisobi bor. Allah mal iqtisod bergan kishilardan mal iqtisodining hisobini oladi. Allah ilm bergan kishilardan ilmning hisobini oladi. Allah tan sog'lom qilgan kishilarning tenining sog'lomligini hisob oladi. Her bir kishi onunla berilgan maddi ve manevi nimetlerden kıyamet günü o hesap elinadi. Şunun için hesap alınıştan burun özüdün hesap ep tuğan, özününki hayatidin hesap ep tuğan, yaxşı yaman işlerini sürüştü kılıp tuğan, günlerini beka ötkezmegen, özünü aldımıgan, xiyolli bilan, quruq da'vo bilan o'tib ketmagan. Mana bunda kishilar o Allah subhanahu va taolaning oldida hisobdan o'tadigan va zirak kishilar. Ahmoq kishini payg'ambar alayhissalatu vassalam o'zining ko'nglini havosining keynidan agashtirgan kishi. Uning ko'ngli nimani tassa, havosi nimaga chaqirsa shuni qilgan, Allohga arzularni arzu qilgan. Allah Teala'nın rahmetinden, Allah Teala'nın mağfiretinden, Allah'ın fazla kemurlikinden Allah Teala'ya arzularını kılıp kolamdı nimiş kılıdı. Biz nimiş kılı alayımız, biz çağrısızkenmiz, bizde ne bir imkaniyet var da özüdeki imkaniyetini yok da çıkarıp Allah Teala günahımızda keçirim kılıp dep yaşaydıgan manı kişilerini Allah Subhanahu ve Teala'nın peygamberi ne mi dedi dediyse ahmak dedi buradarlar. İslam hiçbir zaman Müslümanlarını çağrısız koygan emas. Ademlerini çağrısız koygan emas. Hiçbir zaman
kishilarning qo'lidan kelmaydigan ishlarga Alloh Rabbul Alamin taklif qilgan emas, birodarlar. Dunyodagi har bir ishni Alloh subhanahu va taolo chorasi bilan, uning shifosi bilan, uning dorisi bilan tushagan. Har qanday kasal bo'ladi ekan, uning dorisi bor. Har qanday qiyinchilik bo'ladi ekan, uning chiqish yo'li, osonlik yo'li bor. Qanday bir qulluq bo'ladi ekan, mustamliklik bo'ladi ekan, uning qutulish yo'li bor. Qanday zulm bo'ladi ekan, u zulmni ko'tarishning yo'li bor. Madamiki musulmonlar va kishilar uning yo'lini topalasa, uning haqiqiy chorasini qila olsa, bu inson bunini qutuldi. Hem şunun yolunu İslam bunu ko'rsatgan, birodarlar. Shuning uchun Alloh taolaning fazli rahmatidan umidvor bo'lib, taat ibodatlarni qilmay, o'zining ustidagi mas'uliyatlarni qo'lidan kelishicha ado qilishga tirishmay, qo'limizdan bir ish kelmaydi ekan deb o'zini tashlayotgan, mas'uliyatni ado qilmagan kishilar, mana bu kishilar ahmoq aziz birodarlar. Şu Müslüman davamlı ümidvarlık bilen Allah Teala'nın xavf, qo'rqash ichida Allohga ibodat qiladi. Allohdan qo'rqib turib har vaqt taat ibodat yuzlanadi. O'zining mas'uliyatini ado qilishga yuzlanadi. Ammo qo'lidan keladiganini, imkoniyatining yetadiganini qilgandan keyin to'liq qilinmagan, kamil kılanmagan, İslam'ın ko'rsatmasiga uygun ve muvafiq şekilde kılanmaganları bu kalsa, onu Allah subhanahu ve Taala'nın fazli rahmetidir. Allah subhanahu ve Taala'nın fazli rahmetinin kenarlıkıdır. Onu ümit kılıdı. Şu Allah bana bu ayet edimi deydi ya. İman etip, hicret kılıp, Allah yolunda cihat kılgan kişiler, ular yana Allah'ın rahmetini ümit kıldı. Çünkü biz hicret ettiğimiz cefa tattık. Cihat kıldık, cefa tattık. Başkalar kılmagan işlerini biz kıldık. Nurgun azaplarını çektik, cefalarını tattık bu yolda. Allah Teala'nın rahmeti bizge, Allah Teala'nın tevfiki bizge, hidayeti bizge, biz Allah Teala'nın yaxshi ko'rgan bendeleri, biz Allah Subhanahu ve Teala'nın cennetine kirdiğanlar, biz hakiki Müslüman, muvahhid, bizden başkalı Müslüman emas, mümin emas, salih emas, takva emas, bizden başkalı hak ehli emas. Ulu digen azgın, ulu digen batıl, dinni İslam'a to'liq amal qilmagan odamlar deb başkalarını ayıplaydigan, inkar qiladigan, masxara qiladigan, tillaydigan, səhvlərə kəmsə, ularını millətin çıxırıb ötüdüğən adamlar emas, şu qılğan işidin təxə Allah Teala'nın ümidvarlıqla turduğan adamı. Şu Müslümanlar qılğan ibadətlərimiz bizni məğrurluqqa ebbasa və qılğan işlərimizdə biz başqalı qılmağanını qıldıq. Başkalı kılanmağanını biz kılavatımız. Dep onundan mağrurlanış, fəxirlaniş, o kılgan əməllərimiz arqılıq özümüzü kibri hasıl qilish, çoğunçuluk hasıl qilish şəkillenib qalsa, mana bu ibadet davamlıq Allah'dan qoqagan, Allah'dan tövbe qilishga undaydigan, men günahkar, men asi, men Allah Teala'nın buyruğunu joyida ado qilmadim deydigan bu günahdan yaxshi emas. Yani Allah Subhanahu ve Teala فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Qanday bir kishi Parvardigori bilan uchrashishni umid qilsa, men Rabbimning oldiga boraman deb o'ylasa, hisobga uchrashadiganligiga umid qilsa, u yaxshi amal qilsin. Rabbiga ning ibadetiga hech kimni shirk qilmasin deb Alloh bayon qildi. Demak, Rabbimning oldiga boraman degan bu umid amalga undaydigan umid. Amalga qiziqtiradigan umid.
amel qilishga chaqiradigan umid aziz birodarlar. Ammo umidvor bo'lish, mas'uliyatni tashlaydigan, taat ibodatlardan yiroqlashtiradigan, insonning salbiy taraflarini oshirib o'tadigan bunday umidvorlik yo'q bu yerda. Şu Müslüman davamlı hayatida xavf bilan umidvorlik arasida yashaydi. Qo'rqidi, Allah subhanahu va taologa qulchilik qiladi. Qo'rqidi, taat ibodatlar yuzunidi. Qo'rqidi, hayotida bika o'tib ketishdan, ma'nisiz o'tib ketishdan, bu dunyoga kelib bikaga ketishdan u qo'rqidi. Shuning uchun davomli amal qiladi. Ammo qilgan amallarda davomli Allah subhanahu va taoloning rahmatiga, mag'firatiga, amalini qabul qilishga, savob berishiga, dunyoda iymon islom bilan ketishiga umidvor bo'lib u yashaydi. Bu umid qalbdagi eng muhim ibodat birodarlar. Musulmon shu umid sababi bilan Allah'ның dinidan chiqadigan ish bo'lishi mumkin. Ba'zi umidlar Allah Taolaning qo'lidan keladigan, Allah subhanahu va taologa xos bo'lgan amallarni Allah'ning g'ayridan umid qilish bilan inson islom dinidan chiqishi mumkin. Masalan, bir inson kasal bo'lib qolibdi, şu kesilining shifosini Allah'ning g'ayridan umid qilibdi. Ya balılık bulanmabdi, balılık bulishni Allah'ning g'ayridan umid qilibdi. Bir maza mashayiqdan umid qilibdi. Ya bir avliyolardan umid qilibdi. Yoki ma'lum ruhlardan umid qilibdi. Bir inson kambag'allikda qolibdi. Rizqni Allah'tan tilab, onun rizqqa erishishning yo'llarini izlanib yashamasdan, Allah'ning g'ayridan umid qilib yashapti. Qalbini Allah'ning g'ayriga bog'labdi. Bizning rizqimizni shu beradi, yomg'irni shu yog'dirib beradi deb, mana bu umid insonni Allah'ning dinidan chiqarib o'tishi mumkin aziz birodarlar. Shuning uchun biz qalbimizni davomli Allah bilan bog'lashimiz lozim. Bu umid ibodatning ichidagi eng muhim, ibodatlarning asosi yildizi bo'lgan, ibodatlarning asosi g'uli bo'lgan ibodat. Boshqa biz hayotimizda qilayotgan ish hammasi şu qalbdagi ibodat, umiddan iborat, mushu ibodatning asosi qurildi. Biz yaxshi ishdan birini qildik. Masalan, namoz o'qidik, boshqalar maqtasin, madhiylisin, bizni bak yaxshi, muttaqi odamkan deb tunusin deb qilgan bo'lsak, mana bu ibodat savob bermaydi. Agar bir odam jihad qilibdi, qahramon bo'lay, botir bo'lay, millatimga hassa qo'shay, tarixning batlariga yezilay deb shu qilgan ibodatlarida shuni umid qilib, shuni orzu qilib qilgan bo'lsa, uning qilgan ibodatlarida faqat shuning erishadi. Shuning uchun ibodatda umid eng muhim, eng asosli omil aziz birodarlar. Biz her bir işimizde Allah subhanahu va taolodan umidvor bo'lishimiz lozim. Agar bizga kishilar qanchalik yordam qilsin, qo'llasin, quvvatlasin, birinchi Allah subhanahu va taolodan mana bu ishning kelganligini Allah Teala'dan görüşümüz, Allah Subhanahu ve Teala'dan da tanışımız ve bunun ümidini Allah'a bağlışımız lazım. Hemimiz bilimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayali
Ayşe Siddiq radhiyallohu anhuni ayni zamondagi munofiqlar tuhmat qildi. İppetiga tuhmat qildi. Pokligiga tuhmat qildi. Bu ish umumiylik jamiyatda tarqaldi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir oyga yaqin mana bu fitne bilan Allah'ın imtihaniga duch keldi. Peygamber aleyhisselam onundan so'radi, bunundan so'radi. Hammasi Ayşe hanımni pak iffetlik deb baho berdi. Ammo jamiyatdagi fitneler, jamiyatdagi gap so'zlar Resul Ekrem sallallohu alayhi vasallamga ta'sir ko'rsatdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ning Ayşe radhiyallohu anhuga bo'lgan muomalasi o'zgardi. Bir oyga yaqin o'tgandan keyin Allah subhanahu va taolo tarafidan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ga Ayşe Siddiq radhiyallohu anhaning pokligi to'g'risida oyat tushdi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mana bu bisharatni Ayşe Siddiq radhiyallohu anhaga bergan vaqtda Abu Bakr radhiyallohu anhu ey Ayşe Resulullah'a teşekkür bildirib o'rningizdan turing deganda Ayşe Siddiq radhiyallohu anha men Allohga teşekkür bildiraman. Çünkü meni Allah aqlidi. Meni Allah subhanahu va taolo faqat guvoh berdi deb Allah subhanahu va taologa o'zining tashakkurisini, o'zining mamnuniyatini bildirganiz birodar. Demak, mu'min umidini Allohga bog'lash, orzusini Allohga bog'lash, davomli har bir ishda sabab qilib turib, ammo umidni Allah subhanahu va taolodan kutish mana bu ibodat az birodar. Biz bugün Müslümanlar ümitlerimizni taraflarga bağlaydigan, taraflardan ümit qiladigan, işlerimizde, meyli turmuşimizda bo'lsin, meyli o'zimizning hurligida bo'lsin, har qanday işlerimizde ümitni boshqa taraflarga bağlaydigan, boshqa taraflardan kutadigan, boshqa taraflarning bizga umidvor bo'lishiga arzu qiladigan mushundaq bir holga pasib olib tushib qolyapmiz birodarlar. Kuch Alloh tarafidan keladi. Yordam Alloh tarafidan keladi. Shu musulmonlarni islom dini mana bu umidda Alloh qilam umidvor bo'lish uchun turli janglarda Alloh subhanahu va taolo malaika bilan yordam berganligini bayon qilib malaikalar orqali janglarda g'alaba nusratga erishganligini bayon qilgandan keyin yana va man nasru illa min indillah degan nusrat faqat Alloh tarafidan keladi. Bu nusrat u malaikalarning qo'lidan emas va boshqalarning qo'lidan emas. Alloh tillam deb mu'minlarni Alloh umidvor bo'lish, Alloh subhanahu va taolodan yaxshilikni kutish va Alloh subhanahu va taologa tashakkur bildirishni chaqiradi. Shuna aziz musulmonlar, biz davomli Allohga qulchilik qilishda bir Allohdan qo'rqish ustiga qulchilik qilsak, ikkinchi Alloh taolodan umidvor bo'lamiz. Qilgan ishlarimizda, qilgan ibodatlarimizda hammada Alloh taolodan umidvor bo'lish ustida yashaymiz biz. Bu bir ibodat, qalbdagi ibodat. Musulmon rizqini Allohdan kutsin, qiyinchiligining oson bo'lishini Allohdan kutsin. Her bir müşkilatlarını Allah subhanahu ve taoladan kutsin, ama onun sebebini kılıp durup, onun yolunu kılıp durup ve Rabbimiz buyurgan kulçılıkını kılıp durup ve onundaki kılışka tegişlik her kandak sebepler boyutunu kılıp durup İslam gösterken boyunca mana bunu Allah subhanahu ve taoladan kütüş ve ümidini Allah'a bağlaş. Bu ibadetinin ikinci asasıdır. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni umidni Allohga bog'laydigan va Alloh taoladan umidvor bo'ladigan kishilarni qilsin va davomli Allah subhanahu wa ta'ala bizni o'zining rahmati va mag'firati, hidoyati ustiga mustahkam qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillah.